Angliyaning Chelsea hamda Ispaniyaning Real Sociedad o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi boshlandi. Aziz do'stlar, stadionda ajoyib atmosfera, ikkala jamoa ham hujumkor o'yin namoyish etishga harakat qilishmoqda. Uchrashuvning 11-daqiqasiga kelib gol va Chelsea hujumchisi Rodgers Chelsea hujumni juda chiroyli tashkil qildi va Rodgers vaziyatdan unumli foydalanib hisobni ochib ketdi. Chelsea oldinda 1-0. Birinchi bo'lim yakunlanish arafasida uchrashuvning 45-daqiqasida Real Sociedad hujumchisi Aramburu javob golini urdi va so'nggi daqiqalarda kelgan bu gol uchrashuvni yana tenglashtirdi. Hisob 1-1. Ikkala jamoa ham uchrashuvda ajoyib hujumkor o'yin namoyish etmoqda va birinchi bo'lim yakunida urilgan gol uchrashuvni taym yakunida 1-1ligicha qolishiga yo'l ochib berdi. Uchrashuvning ikkinchi taym boshlandi va 47-daqiqada Chelsea hujumga o'tmoqda. Ajoyib hujumni Chelseaning hujumchisi Joao Pedro ajoyib zarba bilan darvozaga yo'lladi va Chelsea yana hisobda oldinga chiqib oldi. Hisob 2-1. Uchrashuvning ajoyib qismiga keldik. Jamoalar ancha hujumkor o'ynashmoqda va bu goldan so'ng Chelsea yanada ruhlandi. Va ko'rib turibsizki, Joao Pedro ancha chiroyli golni darvoza to'riga yo'llab qo'ydi. Uchrashuv ancha hujumkor ruhda o'tmoqda. Jamoalar hujumga tinimsiz o'tishmoqda va oxirida Chelsea hujumchisi Joao Pedro yaqqol 1-1 vaziyatga chiqib ketdi va Chelseaning ajoyib hujumchisi 3-1 hisobida g'alabani mustahkamladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uchrashuv so'ngida hakamning yakuniy hushdagi chalindi. Chelsea ajoyib gollar evaziga muhim g'alabani qo'lga kiritmoqda. Rodgers va Joao Pedro jamoasining g'alabasiga katta hissa qo'shdi.